Men Hayit va O'g'la Ziyadullaevna bugun sizlar bilan xifchinlilar sinfi, mastikofora sinfi haqida umumiy ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Va to'xtalib o'tadigan rejalarimiz xifchinlilar sinfiga umumiy tavsif, o'simliksimon xifchinlilar, koloniya bo'lib yashovchi hayvonsimon hamda parazit xifchinlilar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Xifchinlilar sinfi klassifikatsiyasi. Demak, xifchinlilar katta sinfini biz kenja sinflarga o'simliksimon xifchinlilar, fitomastigina va hayvonsimon xifchinlilarga bo'lamiz. Va o'simliksimon xifchinlilar o'z navbatida ularning turkumlari qalqondorlar, evglenosimonlar, fitomonadlar kabi turkumlarga bo'linadi. Hayvonsimon xifchinlilar esa yoqali xifchinlilar, ildiz xifchinlilar, kinetoplastidalar, ko'p xifchinlilar, gipermastiginalar hamda apallinalar kabi turkumlarga bo'lishimiz mumkin. Va mana bu qatorda siz ko'rib o'tasiz, har bitta turkumning alohida vakillari, turlari ko'rsatib o'tilgan. Masalan, qalqondorlarniki seratium yoki tun yog'duvchisini olishimiz mumkin. Evglenosimonlardan yashil evglena eng keng tarqalgan vakili ko'rsatib o'tilgan. Fitomonadlardan valvux yoki eudalina ko'rsatib o'tilgan. Xifchinlilar sinfi xifchinlar yordamida harakatlanadi. Xifchin bitta, ba'zan ikkita yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Hujayrasi organik pelikula bilan qoplangan, tanasi shakli doimiy. O'simlik xifchinlilar fitomastigina kenja sinfi. Tuzilishi bir hujayrali suvutlarga o'xshaydi. Hujayrasida yashil rang beruvchi xromatoforalar mavjud. Yorug'likda o'simliklar singari avtotrof, qorong'ulikda esa gitrotrof oziqlanishga o'tadi. Evglenosimonlarning asosiy vakili yashil evglena. Qalqondor xifchinlilardan seratium. Yashil evglena hujayrasi duqsimon, yupqa pelikula bilan qoplangan. Tanasi oldingi uchida bitta uzun xifchini bor. Sitoplazmada yirik yadro, tayoqchasimon yashil xromatoforalar, qisqaruvchi vakuolasi, qizil ko'zchasi mavjud. Xifchinni parmaga o'xshatib aylantirib suvda suzadi. Yorug'da fotosintez orqali organik modda paramilosintezlaydi. Qorong'uda suvda erigan organik moddalar bilan gitrotrof oziqlanadi. Ayrim turlari ikki xil tur bilan avtotrof va gitrotrof oziqlanadi. Ikki xil usulda oziqlanish miksotrof, ya'ni aralash oziqlanish deyiladi. Fitomonadlardan valvux koloniyasining umumiy tuzilishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Valvuxlar asosan chuchuk suvlarda koloniya bo'lib yashaydi. Hujayralar sitoplazmatik ichchalar orqali o'zaro tutashgan. Hujayralari vegetativ va generativ xillarga ajratiladi. Koloniyasi ko'rinishi ko'p hujayralilar blastulasiga o'xshaydi. Valvux ko'p hujayralilarni kelib chiqishini tushuntirishda ahamiyatga ega. Ularning ko'payishi asosan yashil evglena misolida ko'radigan bo'lsak, ular jinsiz bo'yiga ikkiga bo'linib ko'payadi. Jinsiz ko'payishda generativ hujayralar koloniya hosil qiladi. Jinsiy ko'payishda generativ hujayralardan makrogameta, ikki xifchinli hujayralar, mikrometalar hosil bo'ladi. Mikrogametalar suv orqali makrogametani urug'lantiradi. Zigotda qishlab, bahorda yangi valvux koloniyasini hosil qiladi. Yoqali xifchinlilardan ko'rishimiz mumkin. Xonaflagellata. Ildiz xifchinlilardan mastigamiuba. Hayvonsimon xifchinlilar zoomastigina. Yakka yashovchi bir hujayralilar hisoblanadi. Gitrotrof oziqlanadi. Eng keng tarqalgan va parazitlik qiluvchi podoni ko'rishimiz mumkin. Chuchuk suvlarda yashaydi. Bakteriyalarni yutib oziqlanadi. Tripanosomalar eng keng tarqalgan vakili. Odam va umurtqali hayvonlarning qonida parazitlik qilib yashaydi. O'lchami 20-70 mikrometr bo'lishi mumkin. Tropik Afrikada Rhodesiya tripanosomasi uyqu kasalligini paydo qiladi. Uning belgilari bemor ko'p uxlaydi, ozib ketadi, davolanmasa halok bo'lishi mumkin. Tripanosomani antilopalardan odamga sesiya pashshasi, ya'ni Glossina palpalis, Glossina marcescens yuqtiradi. Ayrim xifchinlilar chumollar ichagida simbioz yashab, o'simlik selulozasini hazm qilishda chumollarga yordam beradi. Bu parazit xifchinlilar vakillari bilan tanishib o'tishimiz mumkin. Zoomastigina hammasi. Kinetoplastidalar uyqu kasalligini keltirib chiqaruvchi va sesiya pashshasining umumiy tasviri ko'rsatib o'tilgan. Tripanosomasining jinsiy sikli. Trichomonadalar 4 yoki ko'proq xifchinlilar yordamida harakatlanadi. Ichakda va siydik tanosil yo'llarida parazitlik qiladi. Ichak ambliyasi 8 xifchinli leishmaniyalar. Leishmaniya tropik odam terisi hujayralarida parazitlik qiladi. Terida surunkali yara paydo qiladi.
yara o'rnida chandiq hosil bo'ladi. Juda og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Lamlia intestinalis yon tomondan va qorin tomonidan ko'rinishi. Gipermassiginalar, termitlar ichagi va gipermassiginalar. Shu bilan bugungi mavzuyimizga yakun yasaldi va keyingi mavzularimizda aynan bugungi mavzuyimizni davom ettiramiz va ko'proq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.